Haymo X10 to'g'risida gaplashamiz dedim. Menda mana shu oxirgi 4 ta panel, 1, 2, 3, 4. 4 talasi Haymo X10. Buni men sinovga oldim. Sababi yoz paytida mana shu menda yong'oq daraxti bor. Mana shu qo'limning chap tarafida yong'oq daraxt bo'lardi. Qo'shnimniki o'sha yong'oq daraxtdan ko'p soya tushardi. Shunga Haymo X10larni qo'ygandim. Bir oy oldin kesib olib tashladilar yong'oq daraxtini, panelga qarab qilmasin deb. Quyosh mana shunaqasi o'tadi-da. Buni soyasi bargi bilan mana shu yoqqa tushadi. Mana shu uchtaga tushadi, mana yoqqa bitta tushadi. Bo'tgan uchta panelga jo'qib ketganman. Mana shu temirim yetmay qolgani uchun qo'ymadim. Temir olib kelib karkaz yassam, yana uchta qo'yib yuboraman. Yana alohida 10 kilovatlik on-grid deya qo'shaman. Shunda ham gibridim bo'ladi, ham on-grid bo'ladi. Bitta fazada ishlaydi. 15-16 kilovat qilib qo'yaman. Buni ham videosini bahor yozda qo'yaman. Xo'p, nima deyapman? Mana shu soyasi bunga tushgandan keyin bu kam beradi. Yarmini tushirib yuboradi, bularga ta'sir qiladi. Chunki bular buni qizdirishni boshlaydi. Bu qizimaydi degan uchun men shu yoqqa imенно X10 oldim, Haymo X10. Qizimasa buni tokini barobar o'tkazadi degan maqsadda oldim. Lekin to'g'risi buni yomonlamayman. Yaxshi maqtaydigan joyim bor, yoqdi. Lekin bu razmeri 720 bilan bir xil. Panellarning top 10 taligi bor. Bu birinchi o'rinda turibdi. Marketing deb o'yladim. 720 ni 645 deb turib sotishyapti-da. Bu meni fikrim. Bu yomonlash emas, bu yaxshi panel. Men uni aytib o'taman hozir. 720 likni sal kamaytirib aytishadi. Yozilgani bo'yicha reytingga qo'yishsa top 10 taliga. Bu birinchi o'rinni oladi. Jinko 750, 720 ni ham misol internetda bor videosi, kimligini aytmayman. O'lchashda optoga chiqarib, qizimagan paytda o'lchashganda 700 beryapti. 720 likni o'lchashda 700 beryapti. Keyin Haymo X10 olib chiqishyapti-da, bu ham 700 beryapti. Tashqi ko'proq ham beryapti. 750 mi 720 likni qizimagan paytda o'lchasangiz ko'proq beradi. O'sha top 10 talikda yozilganiga nisbatan hisoblashadi. Panel yuzasini ham o'lchashadi. Lekin yozilgani kam bo'lib turib bu ko'p beradigan bo'lsa, top 10 talikda yuqori o'rinlarni egallaydi bu. 720 likni o'lchab bunga soya qiladigan bo'lsangiz, bunga soya tushgandan keyin kam beradigan bo'lsa, bu 720 tasavvur qilinglar. Bir yarmi bo'lganda 350, 360 beradi. 360 beradi. Bu ham hozir shunaqa beryapti. Bunga soya tushsa beryapti. Lekin 645 dan hisoblab 2 ga bo'lib hisoblasangiz, o'sha kamroq berish kerak. 270 li berish kerak. Bundan 350 gini beryapti. 270 emas, 350 beryapti-da, reytingini ko'tarishyapti. Qizimaslik bularga ta'sir bo'lishi baribir soyasida bularga baribir ta'sir bo'lyapti. Tushyapti. Lekin sonlar o'zgarganning hisobi bu yaxshi bo'lib ko'rinyapti. Qo'shimcha qilib ketaman, amper o'tkazuvchanligi bunda kattaligini hisobiga 585 larni quvvatini kamroq kesadi. O'tkazuvchanligi kattaligini hisobiga. Marketing qilib, menimcha top 10 taliga buni ko'tarib olishda balandroq. Lekin yaxshi tomonini aytaman, mana men buni teshganman. Qushlarga qarshi degan videoyimda ko'rsanglar, mana shu narsani o'rnatganman. Qushlar qo'nib o'tira olmaydi, axlati bu yoqqa to'lmaydi. Mana hozir hech qanaqa axlati yo'q. Qushlar qo'nmayapti. Mana shuni teshganimda, buni mana shu ichidagi devori, mana shu qalinlik devori, mana shu devori. Bunda qalin. Qalin deganimda buni teshdim. Va 585 likdan teshdim. Uni ichida mana bu yerda pustotkasi bor. Bunda ham pustotka bor, lekin bu qalin. Keyin buni yana bitta yaxshi menga yoqqan tarafi, oynasini qalinligi ancha qalin. Normalniy qalin. Keyin bularda mayda misol hozir mana shu narsalar endi mayda simda. Mana shu narsasi yo'q. Shu bilan brend qilishyapti. Bu narsa qizigani bab kristalga berib yuboradi-da. Issig'ini. Qizishi kam bo'ladi deganda bir 5% gina bo'lsa kerak deb o'ylayman. Unaqa katta rezultat bermaydi, chunki o'zi bu qizisa qancha qizirdi. Kichkina yubqasim, bunda o'sha sim orqasida. Marketingda ham qiziganda bir arzimagan gradus bersa kerak. Mayli 5% berganda ham 5% yozda bilinadi. O'sha bilinganning hisobiga Haymo X10 yaxshi beradi. Lekin taqqoslaganda 750 ni analogi deb hisobladim men, 750 720 ni. Narxi ham 15 sent buniki. Ular 13 sent. Jinkoniki. Puli pasti to'g'ri bo'lib qoladi. O'sha 2 sentdan o'ynaganda o'sha pulga to'g'ri keladi. Lekin brend bo'yicha eng balandni oladi bu o'rinni. Lekin ramkasini baqvatligi, qalinligi sifati bilinadi buni. Mana shu ham mana urganingizni ham to'qillab qalin. Anularni ursangiz unaqa taqillaydi. Ular yuvib qo'ynasi ham. Bu ancha baqvat. Buni maslahat beraman. O'zimga ham keyingisiga xuddi shundan baribir olaman. Mana 3 ta joyim bor. 3 ta Haymo X10 qo'yaman, narigini olib tashlayman. Unga ham qo'yaman.
4 ta Haymo-Xon, 4 ta bu yerda bo'ladi. Bitta string bo'ladi, 5 kW bo'ladi. Xonni birinchi o'ringa chiqarish uchun sonini kam ko'rsatgani bilan sifatini ko'targan. Sifati yaxshi bo'lgan. Bunga suv sepsiz, suv dumalab tushadi. Qolgan panellarga suv sepsiz, oqib tushadi. Chang qo'nganda ham shamol bo'lsa, chang olib ketib qoladi. Haymo-Xonni 2 oyda bir marta yuvsa bo'ladi, oddiy panellarni 1 oyda bir marta yuviladi. Men nimaga unaqa fikrga kelganim, misol 1 kvadrat metrga quyosh nuri qancha tushsa, shuncha fotonlardan elektr olinadi. Bu kristallarni zichlashtirgani bilan u fotonlar ko'payib qolmaydi. Tokka ko'p berishini iloji yo'q. Lekin kamroq vatt yozib turib, ko'p beryapti deb brend qiladigan bo'lsa, unda o'xshaydi. Sifatini ko'targaninglarda ham bilasizlar, og'ir, qattiq. Misol egiluvchan, bukiluvchan unaqa narsasi bilinib turadi qattiqligi, prochniy. Narxiga hisoblasanglar ham Jinko 740 bilan narxi bir xil chiqyapti. Lekin bu meni fikrim. Sizlar o'zingizlarning fikringizni kommentga yozinglar. Keyingi videomizga shifr tomga karkasni qotirish to'g'risida video olaman. Like bosib, podpiska bosib qo'yarsalar, xalqimizga manfaatli bo'ladi, xudo xolisa.